Tavba qildim. Uyda hech kim yo'qqa o'xshaydi. Ammo kechqurun bunda bir gap bor. Bor, tekshirib kel. Menmi? Yo'q, katta xolang, bo'l tez o'sar. Galvars. Ey, jinursa. Jona bu yerdan. Yaxshi Joni, lekin puli-chi? Yana qanaqa pul? Tuz menga pul berib boradi degandi. Yo'q, qancha ekan? Tuz 10% deb aytdi. Afsuski endi tuz xo'jayin emas. Bu nima deganing? Dam olyapti tuz. Unga chiqqandan keyin xabar qilamiz. Endi gap bunday, ilon. Ilon? 10 gacha sanagunimcha bu yerdan jo'nab qol. Agar ketmasang o'zingdan ko'r, qorningga qo'rg'oshin joylab qo'yaman. Tushundingmi? Yaxshi Joni. 1 2 10. Qaydimini o'zingga ol, muttaham. Nima bo'ldi? Kim borligini bilmadimmi? Hozir bittasini otib tashlashdi. Nima? Bizdan ham ustara o'g'rilar bor ekan. 2 kishi. Avval bahslashdi. Kim bittasi ikkinchisini otib tashladi. Kim? Qayoqdan bilay? Lekin bittasini ovozi tanishdek tuyuldi. Laqabi ham tanish, ilon dedi. Ilon? Ilon. Hech qanaqa ilonni tanimayman. Ilon. Tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Yo, shoshma. Borib ko'rish kerak. Kim ekan ular? Xo'sh, biz ham shu shaharda yashaymiz u. Agar politsiyachilar qotillik haqida surishtirib qolishsa, nima deb javob beramiz? Uyalib qolmaymizmi, og'ayni? Bu ajoyib fikr. Ajoyib bo'lgandaki, ilon dedingmi? Ha, ovozi ham ilonga o'xshaydi.